qanaqa qilib inson miyasini qiyin narsalarga ishlashga moslashtirsa bo'ladi. Yaqinda bitta o'quvchim reels qildi. $1000 to'lab shuni tushundimki, Nosir qanaqadir ishlarni qilayotganda o'ylab o'tirmas ekan, prosta olar ekan, qilar ekan deb hamma gapirdi va bu video katta ko'rishlar soni yig'di. Lekin aslida men ham nimadir ish qilishdan oldin charchaman yoki nimadir ish qilayotganda menda ham emotsiya bor, men ham odamman, menda ham ko'p holatda u narsani qilgim kelmaydi. Bugungi videoda qanaqa miyani qiyin ishlarga moslashtirishda o'zim ishlatadigan 5 ta instrumentim haqida tushuntirib beraman. Kimgadir foydasi tegadigan bo'lsa, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Misol uchun oxirgi 2 haftani oladigan bo'lsak ham, men orzu qilaman, shu bitta yotib bir to'ygunimcha uxlashni. Nimaga deydigan bo'lsa, sprint rejimda ishlayapmiz, ya'ni bu to'xtamasdan ishlaydigan rejimda 6 soat joy kelsa, 4 soat joy kelsa, 7 soat aniq vaziyatga qarab turib tez uxlab, tez turib boshqa ishlarni qilib ketish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa rejimda o'zi menga yordam beradigan 5 ta instrument bor. O'shalarni bitta-bitta sanab beraman. Birinchisi kalendar yuritish. Ya'ni men har doim bitta ish qilishimdan oldin harakat qilaman, o narsani plan qilishga. Misol uchun, hozir chorshanba ertalabdan syomka bo'lishi kerak. Xuddi shu planirovkasini qilingan. 9:30da men sartaroshda bo'lgan bo'lishim kerak edi. 10da biz syomkani boshlagan bo'lishimiz kerak edi va ketdi. Kunni bir 5 gacha soat syomkada o'tish kerak va 5 dan keyin zaldan keyin boshqa ishlarim. Ya'ni bir kunlik planimni nima vazifa qilishim kerak, nima zadacha qilishim kerak, oldindan harakat qilaman plan qilishga. Chunki plan qilmasdan ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, xuddi taksini prosta chaqirib turib, lokatsiya bermaganga o'xshaydi. Ya'ni taksisiga aytaverasiz, o'tga yuring, bo'tga yuring, o'tga yuring deyverasiz. Qancha gapirgan saringiz ko'proq kuchingiz ketadi va taksisi ham asabi qolmaydi va o'zingiz ham asabingiz qolmaydi. Va v itogi hech qayerga yetib bora olmaysiz unaqa odam bilan. Ya'ni manzilingiz ham bo'lmaydi, yetib oladigan joyingiz ham bo'lmaydi. Plansiz bir kunni o'tkazish ham xuddi shunaqa tartibda ishlaydi. Ikkinchi maslahatim bu hamma narsani oldindan tayyorlab qo'yish. Misol uchun aytaman, men juda ham erinchoq odamman. Qayerdadir men qo'limni ko'proq qimlatishim kerak bo'lsa, meni miyam sirazi o'tkazib beradi va sirazi qilgisi kelmaydi. O'zi insonning miyasi qiyin zadachalar uchun moslashtirilmagan. Insonning miyasiga osonki prosta reels ochib tutib o'tirsangiz, TikToklarda ana shortslarni ko'rib o'tirsangiz, YouTube shortslarni ko'rib o'tirsangiz, hech nima qilmasangiz, yotsangiz, miya energiya sarflamasa, unga o'sha narsa выгодный. Ya'ni u o'sha narsa tarafdori. O'shaning uchun sizga maksimalli qiyin ishlarni, maksimalli ko'proq pul topishingizni, maksimalli o'zingiz ustingiz ishlashga miya qarshilik beraveradi. Qarshilik bermaslik uchun miyani osonlashtirish kerak qiladigan ishlar. Misol uchun, men zalga chiqmoqchiman. Hozir bu syomkadan keyin zal ketishim kerak. Zal ketishim uchun menga kerak bo'ladigan narsa bor. Agar meni sumkamdagi narsalar tayyor bo'lmay, mashinamda turmaganda, скорее всего men uyga borib, sumkamni olib, uydagilar bilan gaplashib, kiyimimni topib, yig'ishtirib, sumkamni olib ketishim juda qiyin protsess bo'lgan bo'lardi va men hech qachon unaqa etapda zalga bormagan bo'lardim. Ishonaveringlar, bu nechidir marta testdan o'tgan. Yokida masalan banyaga bormoqchiman, nima kerak? Tapchka kerak, plavka kerak. O'sha narsani men bilaman, har safar uni yuvib, uyga qo'yib, uydan olib, yana to'g'irlab ketishim vaqtim ketgani uchun har doim boraman, ziban ham o'zidan sotib olaman. Har safar tapchka, har safar plavka sotib olaman. Nimaga? O'sha zadachani tezroq bitirish uchun. Istalgan narsada xuddi shunaqa. Istalgan yo'nalishda, istalgan ishda ham xuddi shunaqa. Bitta kichkina qadamlar bilan o'zingizni aldab oladigan bo'lsangiz, bu yog'i osonlashib ketaveradi. Iloji boricha harakat qilish kerak, hamma narsani tayyor qilib qo'yish kerak. Yokida bitta ishga kirishayotganda men har doim miyam mal deyman. Masalan, zal, mana hozir zalni o'ylayapman, miya o'zi dangasalik qilyapti. Voy, hozir chiqamizmi, shug'ullanamizmi shu suvda, nima keragi bor ekan, undan ko'ra yur borib ovqatlanib qo'ya qolamiz deyapti. O'zim o'tirib alda o'tirman. Hatto zalga borib, formamni kiyib, o'sha yerga borib bo'ldi deyman. U yoqqa borganimdan keyin bo'ldi. Bir marta shu bitta kuru yugurib ko'ray bo'ldi. Yugurgandan keyin bitta razminka qilib olay, razminka qilgandan keyin miya ochiladi. Undan keyin shug'ullanib ketirish ehtimoli ancha osonlashadi. Bu xuddi kitobni ochib turib bo'ldi. Bir qator o'qiydiganga o'xshagan gap. Ya'ni kitobni olib qo'lingizgacha bitta o'tirib olishingiz bitta gap bo'lsa, birinchi qator o'qib olganingizdan keyin men u yerma birinchi bet, ikkinchi bet, uchinchi bet ketaveradi. Ya'ni glavnisi miyani aldab yosh bolaga o'xshab turib boshlab harakatlarni ketma-ketgin to'g'irlash. Uchinchisi, nastroyengiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Ya'ni menda umuman absolyutno farqi yo'q. Qanaqa nastroyeniya bo'ladi, yomon bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi, u bo'ladimi, bu bo'ladimi, har kunlik planim bor. Ya'ni birinchida sizlar bilan gaplashishlik, kalendar yuritishni, birinchidan planim bor. Bu nastroyeniyam yaxshimi, yomonmi harakat qilaman, majburlab bo'lsam o'sha narsani o'zim qilishga. Ya'ni sizni qanaqadir holatingiz, qanaqadir bo'layotgan kayfiyatingiz hech nimaga ta'sir qilish kerak emas va qilishingiz kerak bo'lgan ishga ta'sir qilish kerak emas. Uni bitta единственный показатель bor. Bu Instagram. Ya'ni скорее всего, yo odamlardan bo'ladi yoki Instagramdan bo'ladi. Qancha ko'p Instagramda ertalabdan reels ko'rishni boshlasangiz, miya shuncha musorga to'lib ketadi. Musorga to'lib ketgandan keyin ishonavering, dangisi bo'lib qolasiz, hech qanaqa ish qilgingiz kelmaydi. Chunki miya kulli dopaminni bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun qanaqadir qiyin kunlar bormi? Mayli Instagram ko'rmang emas, ko'ring. Lekin qiyin zarachangizni bitirib olgungacha harakat qiling, mana shu telefonni olmaslikka.
yokida Aziz Rahimov bizga zo'r instrument o'rgatganlar, mana shu telefonni ikkita qilib qo'yishga. Ya'ni bittasida Instagram bo'ladi, uni любой payt ishingizga kerak bo'lsa foydalansangiz bo'ladi. Bittasida shaxsiy hayotingizda Instagram bo'lmagan telefon ishlatsangiz bo'ladi. Faqatgina Telegram bo'ladi, bo'ldi. Telegramda chatlaringizda bu kimlar bilan gaplashib, qolgan planlaringizni qilib ketaversangiz bo'ladi. Bu narsa xolismi, xohlamaysizmi, miyangizni tozalashga yordam beradi. Miyangiz qancha tozalangan sari miyada energiya ko'proq bo'ladi, qaysidir vazifaga fokus berib ishlashga. Menda o'zimda shunaqa holat bo'ldi. Qanchadir period har kuni ertalab uyg'onganimda, uxlashimdan oldin faqatgina qisqa videolar ko'rishni boshlab qolganimda, o'tirib bitta ish qilaman desam, fokus bera olmaydigan bo'lib qoldim. Ya'ni vaqtim bor, energiyam bor, kuchim bor, lekin fokusim yetmaydigan bo'lib qoldi. Chunki nimaga? 1 minutlik videoni ko'rgandan keyin odamlar besabr bo'lib qoladi. Besabr bo'lganingizdan keyin любой bitta ishni o'tirib qila olmaydigan bo'ladi. O'shandan keyin prosta harakat qildim o'zgartirishga, bu narsani mashinada ketaman, podkast yoki muzikani uzunroq versiyasini eshitishga. Yo'lda o'tiribmanmi, mayli telefonda reels emas, qanaqadir kino ko'rishga harakat qildim. Nimaga? Anu e'tiborimni bitta joyga saqlab turish uchun. 3-instrument, harakat qiling, nastroyeningizni o'zingiz boshqarishga. Ya'ni yomonmi? Bo'ldi. Nimada yomon bor? Instagram ko'rganingizdanmi, yomon energiyangizni oladigan odamlar bilan gaplashganingizdanmi, o'sha odamlarni yo'qotib yuboring. Instagram bo'lsa, prosta o'sha vaqt kirmay turishga harakat qiling. O'zidan o'zi harakat ko'rasiz, to'shda yaxshilanib ketaveradi. 4-si, motivatsiya bu asosiy показатель emas, o'rningizdan turib ish qilishga. Meni o'zimda ham shaxsan o'zimda bo'ladi. Kechki payt uxlashimdan oldin hamma imkoniyatlarim yopilib bo'lib, miyam o'chib, fiziki charchab bo'lgandan keyin birdaniga motivatsiyam to'lib ketadi. Nimadirlar turib qilib tashlagim keladi, boshqa narsa qilgim keladi, lekin unaqa payt prosta yotib uxlayman. Ertalab turganimda o'sha g'oyalar o'sha unaqa yondirmayotgan bo'ladi. Lekin farqi yo'q, o'sha narsani qilishga harakat qilaman. Bitta asosiy qoida bor. Motivatsiya odamni yurg'ish kerak emas, prosta qiladigan zadachangiz. Ya'ni birinchi gaplashgandek kalendardagi zadachalar. Har bitta zadachaga bundoq galochka qo'yiladigan bo'lsa, o'sha narsadan maza qilishni o'rganishingiz kerak. Yoqimsiz bo'ladi, juda zerikarli bo'ladi, juda ko'p vaqtingizni oladi, juda ko'p energiyangizni oladi, lekin mana shu narsaga moslashni o'rganishingiz kerak. Yoqimli ishlardan katta rezultat bo'lmaydi. Ya'ni bizga yoqadigan ish nima? Mazza qilib TikTok ko'rish, mazza qilib kino ko'rish, mazza qilib YouTube ko'rish, qaysidir odam bilan mazza qilib bo'lar bo'lmas gaplash. Unaqa narsadan odam mazza qiladi, undoq katta energiya sarflamaydi. Lekin qachonki o'tirib o'zingiz hal qilishingiz kerak bo'lgan ishni qiladigan bo'lsangiz, o'sha narsa juda ham ko'p fokusingizni oladi. Lekin agar mashina protsessidan men qanaqa rezultat bo'ladi, bo'lmaydi, mazza qilishni o'rganib oladigan bo'lsangiz, hech nima sizni to'xtatmaydi. Masalan, meni hozirgi holatimda menda pul kerak bo'lgani uchun yoki men ko'chada ochib qolib ketganim uchun ertalabdan turib uyqumdan voz kechib turib ishlamayman. Maqsadim, planim, o'zimga qilishim kerak bo'lgan zadachalarim bo'lgani uchun o'rnimdan turaman, o'shalarga galochka qo'yish uchun ishlayman. Va bitta kunni barakali o'tgani bitta asosiy menda qonun qoidasi bor. Bu bugungi kunimdan rozimanmi, yo'qmi? Buni bitta dona o'lchaydigan narsa bor. Bugungi kunimda kalendarda qo'ygan zadachalarimni qildimmi yoki yo'qmi? Agar qildim desam, men kunimdan roziman, agar qilmadim desam, men kunimdan noroziman. Ya'ni men Xudo bergan shu bir kunimni, ya'ni hozir yashayotgan kunimni kerak emas narsaga sarfladim va u kunimdan men o'zi afsuslanaman va keyingi safar unaqa narsaga sarflamaslikka harakat qilaman. Eng asosiy qoida shu. Ustozlarimizdan bittasi aytgan, umring barakali o'tishini xohlasang, kuning barakali o'tsin. Ya'ni kunni baraka o'tishini eng asosiy показатели bugungi kundagi zadachalaringiz bitsa bo'ldi. Ya'ni siz 10 soat, 15 soat, 40 soat ishlab olishingiz shart emas. Ya'ni 5 ta zadachangiz bor yoki 6 ta zadachangiz bor, bugun bitirishingiz kerak bo'lgan. 3 soatda bitirdingizmi, bo'ldi, kuningizdan rozi bo'ling. Imkoniyatingiz yetsa boshqa zadacha oling. Yetmasa shu yerda o'zi to'xtatsangiz bo'ladi. Agar masalan 10 ta zadachangiz bormi, 10 soat vaqtingizni oldim, o'tiringda 10 soat o'sha ishni tugatingda, undan keyin boshqa ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. Men o'zimda xuddi shunday qonun qoida bor. Ya'ni men bugungi planim bor. Bugungi planimni tugatmagungacha men hech kim bilan o'tirib o'zim qilmayman. Hech kim bilan o'tirib men ortiqcha gap gaplashmayman. Hech qaysi o'rtog'im bilan o'zim ko'rishmayman. Hech qaysi tanishim bilan bo'lar bo'lmas narsaga o'tirib ko'rishib, men addushi gaplashmayman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, menda birinchi prioritetda mana zadachalar. Bular bitadi. Bular bitgandan keyin men o'zimga imkoniyat beraman. Endi men bilan qo'shishga. Qachonki men buni yaxshiroq, tezroq bitiradigan bo'lsam, meni ko'proq vaqtim qoladi boshqa ishlarimni qilishga. Qolmadimi? Ming bor uzr. Kim kelsa ham uzr, vaqtim yo'q yoki men ishimni bitirishim kerak deyman. Shunda o'sha ishni bitiraman, keyin undan keyin ko'rish imkoniyatim bo'ladi. 5-si, boshida ham aytdim, men ertalab turganimda men ham bir mazza qilib olmayman. Ya'ni voy bugun mazza qilib hozir ishlab tashlayman, mazza qilib bir 10 ta 15 ta zadachani hal qilaman. Kechki payt shunaqa tillarim osilib qolib uyga kiraman deb, mana u narsani niyat qilib, maqsad qilib ko'chaga chiqmayman. Ertalab turganimda juda qiyin bo'ladi. Ertalabki zadachamni o'tirib o'zim bilan o'zim kurashaman. Ya'ni yana ozgina uxlab olsamchi, yana mana bunaqa dam olsamchi, shu zadacha menga qanchalik muhim deb o'zimga nechidir marta savol berib, o'zim bilan kurashib zo'r hal qilaman. O'sha narsani to'g'irlash uchun yana bitta instrument ishlatdim, o'zimga yordam berayotgan. Men assistentim bor, yordamchim bor. Ertalab turib, men o'zim bilan o'zim qanchalik shu ish menga muhimligini o'ylamaslik uchun har safar aytaman.
9:30da kel, 7da kel, 8:30da kel. Keladida uyimni eshigini tagida kutib turganda men vijdonim qiynalganda prosta o'rnimdan turaman, yuz qo'limni yuvib, majburan bo'lsa ham chiqaman va kerak bo'lsa mashinada yo'lda uxlab ketishim mumkin. Agar shunchalik uyqu men uchun важный bo'ladigan bo'lsa, lekin главный показатель ertalab o'sha turib o'sha joyga vaqtida borish uchun bitta qo'shimcha odam olib qo'yganman. Как minimum uni yonida uyalib qolishim uchun. Uni yonida xijolat bo'lganimdan o'rnimdan turib ish harakat qilish uchun. Lekin o'sha aytgandek, ertalab turib ham ishlash menga juda ham bir maza qiladigan protsess. Masalan, hozir ko'rayotgan bo'lsam, nechidir soat uxlaganman, lekin hali ham uyqum kelyapti. Prosta bitta espresso ichib, dalshi qilish kerak bo'lgan planlarni qilamiz. Qachonki tugaydi, o'shandan keyin o'zimga ruxsat beraman. Umumiyda 5 ta instrument xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchisi обязательно kalendar, ya'ni biz aniq bilishimiz kerak, nima zadacha, nima qilishimiz kerak bo'lgan ishlar borligini. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, energiyamizni va kuchimizni olib qo'yadigan va настроениямizga ta'sir qiladigan narsani yo'qotish. Odam bo'lsa odammi, Instagram bo'lsa Instagrammi. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, nimadir kutuvlik qilib, voy menda motivatsiya yo'q, menda ilhom yo'q demasdan, prosta qanaqadir zadachalarni mana bu kunda belgiladik, bo'ldi. O'sha kuni emotsiya bo'lmasa ham, настроениyangiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham prosta o'tirib qilish kerak bo'ldi. To'rtinchisi, miya dopamin olish uchun har bitta qilingan ishni kalendarda bunday belgilab qo'ysak bo'ladi yoki zametkada bunday ptichka galochka qo'yib borsak bo'ladi. Bu miyaga bizni yoqmayotgan ishlarni qilishga majburlashga yordam beradi va buni o'zi o'yin sifatida qabul qiladi. Qancha galochka ko'paygan sari shuncha miya maza qilishni boshlaydi. Va umumiyda 5-inchisi xolismi, xohlamasmi, qaysidir ishlarni qiynalayotgan bo'lsangiz, yana bitta qo'shimcha odamni biriktirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni zalga chiqishga qarsipar qoldirib yuborayotgan bo'lsangiz, prosta kimdir baji qilib qo'ying. Uni yonida как minimum uyalganingiz uchun ham zalga chiqishni boshlaysiz. Yoki qanaqadir ishda hammaning yoniga chiqib va'da berib qo'ying, va'dani bajarishga uyalganingiz uchun ham ish boshlaysiz. O'shanda miya qo'rqadiki, anu odam meni осуждать qiladi, anu odam meni haqimda gapiradi deydi va harakat qiladi uni yonida uyalib qolmasligiga va xuddi shunaqa odam iloji boricha tanlashingiz kerak. Va umumiyda 6-kichkina xulosa mana shu ishni har kuni qaytarish. Aytaymanku, juda ham bir maza qiladigan protsess emas, lekin qilsangiz natija beradigan narsa. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying va qo'shimchasiga like bosib qo'ysangiz, kanal rivojlanishi uchun yordam beradi va aytgancha bu videoni ham olib biz ham juda bir maza qilmayapmiz. Чтобы sizlarga maksimal foydali bo'lishi uchun olamiz.